kvadrat, 500 kvadrat arendaga joy so'raganlarga Marg'ilonda turibmiz. Mana yerda Toshkent Pitay. Mana shu yo'ldan labo kiraverar ekan, bu o'ng tomoningizda fura kirar ekan. Demak, katta mashina ham kirsa bo'ladi, bu tomondan yengil mashina ham kirsa bo'ladi. Arendaga beradigan joyimiz mana shu to'g'rida izlanyapmiz. Xo'p, bittasi 200 qancha, xullas 500 kvadrat plus minus bor. Bundan tashqari podvali ham bor ekan. Podvali juda ham katta, uni ham olib foydalanishingiz mumkin. Bu joyimizni arendaga beriladi. Egalar raqamni qo'yib qo'yapmiz, telefon qilaverasizlar, xonalar bitta kirib ko'ramiz. Xonalar ham tuzuk. Bu shu birinchi zalimiz. Zalimizni xohlasangiz birorta narsa ochaman desangiz, o'shunga qarab menimcha remontdan qilib bersalar kerak, lekin holati yaxshi. Batga skillat, kosibchilik, mayda-chuyda bizneslar yurg'izaverasizlar. Bu xonamiz tuzuk. Sababi chiroyli remont, holati yaxshi. Mana yerda endi remont qilish kerak. Menimcha birorta skillat qilsalar ham bitta tozalab turib, akfasex bo'lgan ekan oldin. Akfasex ham yaxshi variant. Chunki mana yerdan mashina joy bor deyaptilar. Mana eshik orqadan ham yana katta joylarimiz bor. Nari tomondan ham kirsa bo'ladi degandek qildilar. Egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Aytganimizdek, uzoqroq muddatga ijaraga beriladi. Mabodo kimgadir zarur bo'lsa, bemalol telefon qilib so'raverasizlar. Ijarasini kelishib olasizlar, necha pulga ekanligini bilmayman lekin. O'sha yana bitta lokatsiyani aytib qo'yamiz. Marg'ilon, Toshkent Pitak, mana shu Kurida oldida. Toshkent Pitayda orqasida joyimiz sizlarga.